Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana men Zarina Aliyevna logopedman. Bugun sizlar bilan nutq chiqarish haqida gaplashamiz. Ya'ni demak farzandlarimiz demak o'zini yoshga kelganda yosh normalariga qarab lug'at boyligi oshib, nutq chiqishi boshlash kerak. Lekin ba'zi bolalarda nutq chiqishi kechikadi yoki umuman gapirmaslik, nutq chiqmaslik holatlarini ko'ramiz. Mana shunday holatlarda qanaqa uyda o'tirgan holatda qanaqa o'yinlarni yaratsak bo'ladi? Qanaqa o'yinlar bilan nutq chiqarib, nutq chaqiruvchi o'yinlarni o'ynasak bo'ladi. Shular haqida gaplashamiz. O'zi umuman bolalarning tili qachondan chiqishi boshlash kerak? Ilk so'zlari bolaning birinchi so'zlari 1 yoshdan chiqishi boshlaydi. 1 yoshda normada eng kamida 10-15 ta so'zlari, 2 yoshida 200-300 ta so'zlari, 3 yoshida 2000-3000 ta eng kamida bo'ladi va 4 yoshida bundan ham ko'proq so'zlarni aytishni boshlash kerak. Va ko'pincha bolalarda 2 yosh bo'lganda hali endi 10 ta 15 ta so'z biladi yoki 10 ta yoki 5 ta so'zni biladi va yoki 2 yosh bo'ladi-da bola hali okey yoki dadan boshqa hech narsani bilmaydi. Hozirgi paytda bolalar juda ham ko'p ruscha va inglizcha platformadagi o'sha o'yinlarni, har xil videolarni ko'rib faqat da, okeydan boshqa hech narsani bilmayapti. Shunaqa holatlarni ko'p ko'ryapmiz. Buning uchun esa albatta birinchi o'rinda telefonlarni cheklaymiz. Logoped bilan ishlasak ham, logopedga bormasak ham har qanday holatda bola nutqi kechikyaptimi, nutqi chiqmayaptimi, telefonlarni o'zi cheklash kerak. Televizorlarni ham juda ham kamroq. Kuniga 10-15 minutgina ruxsat beramiz. Shunaqa gadjetlardan, shunaqa zamonaviy texnikalardan foydalanishga, lekin boshqa payt shug'ullanish umuman mumkin emas. Nimaga telefonga ruxsat bermaymiz? Sababi biz qancha bu yerda nutq bo'yicha ishlasak, bolaning miya faoliyati, hamma intellekti bilish jarayonlari bo'yicha rivojlantirib boramiz-deb bolani. Telefon uni yana qotirib qo'yadi, yana orqaga qaytarib qo'yadi va foydasini ko'rmaymiz. Rezultat chiqishi juda ham uzoqlashib ketadi va ba'zi bolalarda umuman rezultat ham chiqmaydi. Shuning uchun ham telefonni cheklaymiz. Endi nutq chiqishi uchun bolada oldin nimalar qilishimiz kerak? Oldin nutq chiqarib olish uchun bolani tayyorlov, har bitta nutq ishlayotganimizda tayyorlov bosqichlari bo'ladi va asosiy bosqichlar bo'ladi. Demak, xuddi tovushlarda ham aytganman, oldingi videolarda tayyorlab olib, mashqlar qilib olib, nafas, ovoz qilib olib, keyin tovush qo'yamiz deganman. Va xuddi shunaqa nutq chiqarishda ham oldin bolani tayyorlab olib nutqga, keyin nutq chiqarish bo'yicha o'tamiz. Unda tayyorlov bosqichida nimalar qilishimiz mumkin? Birinchisi albatta artikulyatsion mashq. Bola nutq kechikyaptimi, nutq gapirmayaptimi, baribir til muskullaridagi o'sha muskullarning faoliyati sustlashishni boshlaydi. Shuning uchun ko'proq til mashqlarini, tilning muskullarini faoliyatini yanada faollashtiradigan mashqlarni bajarishni boshlashimiz kerak. Va artikulyatsion mashqlar turli xil, tilni o'ngga, chapga harakatlantirish, tepaga, pastga lablarni cho'chchaytirish va shu kabi mashqlarni bajarishimiz mumkin. Quyida qisqacha shu bajarishimiz mumkin. Quyida esa shunaqa qisqacha videolarni ko'rsatib o'taman. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Молодец. Endi bu yoqqa. Endi bu yoqqa. Endi bu yoqqa. Молодец. Mana artikulyatsion mashq bajarib oldik va buni bolaga qiziqarli qilib, qiziqtirib qilishimiz mumkin. Har xil konfetchalar, chupa-chupslar yordamida ham o'rgatsak bo'ladi. Eng muhimi bola shuni bizga qilsa, tillar holati bu tarafdan, ya'ni bir harakatdan ikkinchi harakatga o'tsa, eng muhimi bizga shu. Va 10-15 minut vaqt ajratamiz shunga. Keyin nafas bo'yicha ishlaymiz. Qancha ko'p bola nafas ustida ishlasa, shuncha nutqi yaxshi bo'ladi. Nutqini chiqishiga yordam beradi. Nafas sust bo'lsa ham, nutq ham orqada qolishi, nutq ham normaga nisbatan orqada bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun ko'pchilik narsalarni puflashimiz mumkin. Juda ham ko'p o'yinlar bor. Puziriklarni puflash, patlarni qo'limizga qo'yib puflash, qog'ozlarni puflashimiz mumkin. Oddiy paxtani qo'liga puflash. Eng muhimi burundan nafas olib, og'izdan nafas chiqarib puflash va puflashning o'zida ikki xil usuli bo'ladi. Burundan nafas olib shunchaki lab bilan puflash va til bilan. Burundan nafas oladi. Shunaqa holati va ikkinchisi burundan nafas oladi. Holatida puflashimiz mumkin va qo'liga narsa berib qo'yamiz-da.
nimadir bubonchikmi, paxtami shunaqa narsa berib, bolani qiziqtirib, qancha ko'p nafas qilsa shuncha yaxshi. Keyingi holatda endi bolalarni barmoqlar harakatchanligi, ya'ni mayda motorikasi bo'yicha ham ishlashimiz kerak. Qancha ko'p mana shu barmoqlar uchidagi harakatlarni bajarib, barmoqlarimiz, qo'llarimiz harakatga kelsa, u ham nutqini rivojlanishiga yordam beradi. Qanaqa qilib desak, mana shu barmoqlarimizda nerv impulslari bo'ladi. Impulslar keyin markaziy nerv sistemasidagi nutq zonalariga yetib boradi va u yerda nutqini rivojlanishiga, aynan o'sha nervlarni bir-biriga, neyronlarni bir-biriga bog'lanib, nutqini chiqishiga yordam beradi, bir-biriga aloqa, assotsiatsiya bo'lib bog'lanishni boshlaydi va shundan keyin nutqini chiqishiga yordam beradi. Bunaqa o'yinlar esa bular ham juda ham ko'p va har bitta aytib o'tganim 15 minut shug'ullaniladi. Nafas 15 minut, til 15 minut, mayda motorika 15 minut. Va mayda motorika bo'yicha shunaqa melki narsalarni berishimiz mumkin. Puzzlelarni yasash, legolarni yasash, kattaroq, kichkinaroq farqi yo'q. Ana endi bolani umumiy motorikasi, tana a'zolari harakatiga o'tamiz. Umumiy motorikasiga bola ko'proq sakrashi, ko'chalarda o'ynashi, o'shani gorkalarda uchishi, kachellarda uchishi, yugurishi, va albatta arta kovriklarimuz bo'ladi. O'sha uchli tikanli bo'ladi. Shunaqadan qancha ko'p yursa bola u ham oyoqlardagi nerv impulslarini uyg'otadi va u ham nutqini rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun ko'proq bola qancha ko'p tana a'zosini harakatga keltirsa, tana a'zosi bilan nutq ham juda ham uzviy bog'liq. Qancha ko'p tana a'zosi harakatga kelsa, bola aktivniy bo'lsa, shuncha nutqini rivojlanishiga ham yordam beradi. Keyingi holatda yanada nutqini chiqishiga, rivojlanishiga eng katta yordam beradigan narsa bu ham neyrogimnastika topshiriqlar, neyrogimnastika mashqlar hisoblanadi. Bunda ikkita miya-mishalar faoliyatini rivojlantirishimiz, o'ng va chap qo'llarni birgalikda baravar ishlatilib qilinadigan o'yinlar shular jumlasidan kiradi va ular ham juda ham yaxshi yordam beradi. Mana shu tayyorlov bosqichi hisoblanadi. Mana shular уже tayyorlab oldik bolani nutqga. Ana endi nutq chiqarishga o'tamiz. Hozir mana agar bola umuman gapirmasa, faqat okey dadan boshqa narsani bilmasa, unda birinchi ko'p nutqni chaqiruvchi o'yinlarni o'ynashimiz lozim bo'ladi. Oldin tovushki taqlidni boshlaymiz. Hayvonlar tovushki taqliddan boshlashimiz mumkin. Bolaga o'sha uy hayvonlarini beramiz va falgaga o'raymiz. Bola yuradi, o'sha falgalardan ochib har bitta uy hayvonlarini nomini, o'sha aynan nima, qaysi bir qanaqa taqlid qiladi. Ba'zi o'sha 2 yoshdagi bolalarda hamma ham sirazi bilmaydi. Misol uchun mushu miyav qilishini, kuchi vov qilishini birinchi bo'lib mana shundan boshlaymiz. Oldin shuni tekshirib olamiz. Agar bularni yaxshi bilsa, o'sha sirazi nomlashga sekin o'tishimiz mumkin. Agar hali tovushga taqlid bo'lmasa, birinchi shundan boshlaymiz. Mushu nima qiladi? Miyav, kuchi nima qiladi? Vov shuni har xil o'yinlar asosida qiziqtirib qilamiz va bunga ham 15 minut vaqt ajratamiz. Shunda umumiy hisoblaganimizda, umumiy 1 soat 40 minut kamida bola bilan ishlagan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz haftada 3 marotaba ishlashingiz mumkin. Xohlasangiz har kuni qancha ko'p bolangiz bilan shug'ullansangiz, shuncha ko'p rezultat tezroq ko'rasiz. Va uy hayvonlarini tovushki taqlidni bolaga o'rgatamiz. Bu demak o'sha bugun sizlarga bitta o'yin uslubini o'rgatdim. Falga bilan o'ynash va tovushki taqlid qilishni. Bugun sizlar bilan umuman gapirmayotgan bolani birinchi bo'lib ishi nimadan boshlash haqida aytib o'tdim. Birinchi bo'lib doimo tovushki taqliddan boshlaymiz. Hayvonlar tovushki taqlid, uy hayvonlari tovushki taqlid. Mana shularni hammasini bilgandan keyin o'sha sodda so'zlarga, sodda fe'li so'zlarga ham o'tamiz. Bu sizlarga hozir umuman gapirmayotgan bolani birinchi bo'lib nutqini chiqarishi, nimadan boshlash, tovushki taqliddan boshlashni aytib o'tdim. Undan keyin esa bosqichlar juda ham ko'p. Ularni keyingi videoroliklarımda tomosha qilib ko'rishingiz mumkin. Har safar yangi o'yinlar joylab boramiz. Bugungi foydali beradigan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. O'zingiz tajribada qo'llab ko'rdingizmi? Uy sharoitida shug'ullanib ko'rdinglarmi? Qanaqa bo'ldi? Kommentariyada обратный связь qilib qayta javob berishingizni kutib qolamiz. Yanada foydali videolar yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'ling. Meni Instagram sahifam ham bor. U yerda ham doimiy kunlik videolar joylab boramiz. Shunaqa foydali bo'lgan videolarni meni Instagram sahifamga ham obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.